2025-yil 24-iyun sanasi do'stlar. Qoqillarni bir qator terib olganmiz. Qolib ketganlar mana yerga tushibdi. Yaqinroq olib kelavering. Do'stlar, qoqini holatiga baho beramiz. Mana o'lik ko'chatdan boqilaman deydiganlar. Eng qizig'i sharbati ham zo'r bo'ladi, qoqisi ham zo'r bo'ladi. Qishda og'ziga 2-3 ta solib yesa o'ta shirin bo'ladi mana. Buni ko'chatdan ko'pargan suqon o'rik deyiladi. Mana ularga qolib ketganlar yig'ishtiryapmiz. Nimaga? Erta uydan kelib 20 ming bering, 25 ming bering deb. U 20 ming, 25 ming deganlar buni nimasiga qarab, kalibri yirik, go'shtdoriga qarab beradi. Mana yaxshi qilib mana qilib olib borib, mana qurigan holatda olib boryapmiz. Eng qizig'i mana qoqi bo'ldi mana. Ko'rishingiz mumkin. Bu oxirgi g'ozanagi. Mana bismillahirrohmanirrohim. Qoqi bo'larmikin deganlarga aynan shuni ko'chatdan shoxlardan olib borib turib ko'chat qilib ko'paytirganmiz. O'zimizda bor, uni kutib qo'yganmiz. Xudo xolasa mana 100% qoqib sap-sariq. Bismillahirrohmanirrohim. Buni ertanmanda qaynoq suvga 4 tasini solib ichsangiz ham yurakka davo. Ha, ustilarida ham qoqib bo'lib qolgan. Mana ishonmaganlarga qolib ketgan g'ozanaga mana 100% qoqib bo'lgan. Mehnatga lak bosib qo'yamiz. O'rikdan boqilaman deydiganlar bemalol aloqa chiqarsa bizga davom etadi.